Assalomu alaykum. Bir paytlar qishloqqa elektr kelishi katta voqea bo'lgan. Keyin telefon, undan keyin esa internet. Endi internetning o'zi osmondan tushayotgan davr boshlanmoqda. Yaqinda Toshkentda o'tkazilgan xalqaro investitsiya forumida O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlarining Amazon kompaniyasi o'rtasida hamkorlik bo'yicha kelishuvga erishildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda Amazon kompaniyasining sun'iy yo'ldosh orqali internet tarqatish loyihasi Amazon Leo xizmatlari joriy etiladi. Bu yangilikni eshitgan oddiy odamning xayolida savollar tug'iladi. Amazon Leo nima o'zi? Menga nima foydasi bor? Mahallamizda internet masalasi hal bo'ladimi? Keling, avvalo bir narsani aniqlashtirib olaylik. Bugun odamlar internet haqida e'tiroz bildirsa, ko'pincha ikki xil muammoni aralashtirib yuboradi. Birinchisi mobil aloqa, ikkinchisi optik internet. Masalan, aytaylik, Namanganda yangi qurilayotgan IT park atrofida ayrim joylarda mobil aloqa yaxshi ishlamasligi mumkin. Shunda ko'pchilik savol beradi. Amazon kelsa shu muammo bartaraf etiladimi? Yo'q, bu ikki xil masala. Chunki IT park, ofis yoki korxonalarda internet asosan optik tola orqali keladi. Ofisda hech kim sun'iy yo'ldosh internetidan doimiy foydalanmaydi, chunki optik internet tezroq va arzonroq. Amazon Leo nima uchun kerak? Mana shu yerda eng qiziq qismi boshlanadi. Tasavvur qiling, do'stlaringiz bilan chekka hududlardagi tog'larga chiqdingiz yoki odamlardan, shovqindan charchab, tabiat qo'yniga dam olish uchun ketdingiz. Atrofda na baza stansiyasi bor, na optik kabel, na internet va na aloqa. Shunday vaziyatda kim yordam beradi? Mana shu yerda osmondagi sun'iy yo'ldoshlar ishga tushadi. Amazon Leo internetni kosmosdan to'g'ridan-to'g'ri sizga uzatadi. Siz tog'da bo'lasizmi, cho'lda bo'lasizmi, o'rmonda bo'lasizmi, farqi yo'q. Agar qurilmangiz bo'lsa, internet ham bo'ladi. Bu nafaqat sayyohlar uchun, balki qutqaruv xizmatlari, geologlar, ekspeditsiyalar uchun, chekka hududlar uchun ham katta imkoniyat. Tasavvur qiling, Surxondaryoning tog' etagidagi olis qishloqda yashovchi o'quvchi matematika darsini dunyoning eng kuchli professoridan onlayn olmoqda. Qoraqalpog'istonning chekka hududidagi shifokor poytaxtdagi mutaxassis bilan video muloqot qilib, bemorga tashxis qo'ymoqda. Yoki kichik tadbirkor mahsulotini internet orqali xorijga sotmoqda. Bularning barchasi uchun bitta narsa kerak: sifatli internet. Ammo optik tolani har bir tog'ga, cho'lga yoki olis qishloqqa olib borish oson emas. Amazonning Leo, ya'ni past orbitadagi minglab sun'iy yo'ldoshlari internetni to'g'ridan-to'g'ri osmondan uzatadi. Qiziq tomoni shundaki, bu texnologiya nafaqat internet masalasi, bu imkoniyatlar masalasi hamdir. Internet bo'lmasa, ta'lim ham, biznes ham, zamonaviy tibbiyot ham cheklanadi. Shuning uchun ham dunyoning eng yirik texnologik kompaniyalari kosmos uchun kurashmoqda. Kecha yerda raqobat bo'lgan bo'lsa, bugun osmondagi sun'iy yo'ldoshlar orasida raqobat ketmoqda. O'zbekiston esa bu jarayonlarni tomosha qilayotgan davlat emas, aksincha, yangi texnologiyalarni mamlakatga olib kirishga harakat qilayotgan davlatlar safida. Bu xizmat qachon ishga tushadi? Bu savollar bilan umuman kelishuv ahamiyati haqida bilish uchun Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovga murojaat qildik. Amazon Leo'ning ahamiyati, mana masalan, toqqa chiqasiz. Yoki katta bir o'rmonning ichiga kirdingiz, yo bir dam oladigan zonaga kirdingiz, u aholi yashamaydi. Aynan shu aholi yashamaydigan joylarda yuradiganlar uchun bu internet juda qulay bo'ladi. Chunki faraz qiling, kichkina mana bu sivilizatsiyadan charchadingizda bir yaxshilab toqqa chiqib dam olmoqchi bo'lganingizda ham baribir keyin aloqa kerak bo'ladi. U yerda aloqa bo'lmaydi. Shu aloqa bo'lmagan joyda albatta bu Amazon Leo juda katta foydasidir. Yaxshi tomoni biz bu hozir kelishganimizni biz orqali Markaziy Osiyoni ham bu yerdan xizmat qiladigan hubini qilyapmiz-da. Shuning uchun biz Amazon Leo bilan alohida ishlaganimizning maqsadi ham bu faqatgina O'zbekiston uchun emas, bu yerdagi hub orqali qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsatadigan bo'ladi va qo'shimcha daromad topadi. Endi albatta niyat qilamiz bu yil ishga tushishini. Kechikkan taqdirda ham keyingi yilda birinchi yarmida qolmaydi. Demak, hozircha barchasi kosmosdagi jarayonlarga bog'liq. Sun'iy yo'ldoshlar uchiriladi, tizim sinovdan o'tadi. Shundan keyin xizmat bosqichma-bosqich ishga tushiriladi. Kecha odamlar osmonga qarab yomg'ir kutgan. Bugun esa osmonga qarab internet kutish mumkin bo'lgan davr yaqinlashmoqda. Osmondagi yangi texnologiyalar haqidagi gaplar endi ertak emas. Ular asta-sekin hayotimizga kirib kelmoqda. Bu o'zgarishlar qanchalik tez bo'lishini vaqt ko'rsatadi albatta.
Xo'sh, siz yashaydigan hududda internet bilan bog'liq eng qiziq holat qaysi bo'lgan? Internet sifati uchun tomga yoki daraxt tepasiga chiqqanmisiz? Yoki mashinada bir chaqirim yurib signal qidirganmisiz? Izohlarda yozing. Qani, O'zbekistonning internet xaritasini birgalikda chizib ko'raylikchi.